Shifokorlar o't qopini olib tashla, shunda hamma muammoing hal bo'ladi deb ko'p odamga aytishyapti. Chunki to'lib qolgan o't qopini tozalash shifokorning ishi emas. O't qopidagi toshlarni qayerdan qaysi xato qilib yig'ganiga har bitta odamga qiziqtirish meni vazifam. Men har doim so'rayman, o't qopida tosh qayerdan paydo bo'ldi? U toshni olib tashlading. Bu qopcha, u jigarning yonidagi o'sha safroni yig'adigan musor qopcha olib tashlading. Keyin jigar o'sha toksik narsalarni qayerga to'plashni boshlaydi? Keyin buyrak nagruzka bilan ishlaydi. Keyin buyrakga ham olib tashlash kerakmi? Keyin o'pkaga qanaqadir suyuqliklar yig'ilishi boshlaydi. Keyin qayerdadir o'sma paydo bo'ladi. Mastopatiyalar, miomalar, kistalar, grijalar, adenoidlar, bular hammasi organizmni iflosliklari. Ya'ni organizmni iflosligi chiqishi uchun o't qopi devorini yumshatib, uni ichkaridagi quyqalarni yuvib, normal ifloslik chiqishini ta'minlashimiz kerak. Oddiy o't qopi devorini o't qopini o'zini olib tashlagan vaqtda siz yana 3 ta kasallikka chalinasiz. Agar siz kasalliklaringizni ildizdan yo'qotib, dori-darmonlarsiz yashashni xohlasangiz, men sahifamga obuna bo'ling.